Kecha Abini jangini ko'rganlar bormi? Raqibini sochidan ushlab dang'illatib tayladi-ku. Sochidan ushlabsan desa suluchayni bo'ldi. Sochini yig'ishtirib chiqsin, yo'q bu yo'q deyapti-ku. Shu haqda bir o'zimning fikrimni aytmoqchiman-da. To'g'risida mana shuncha soch nima kerak? Ko'zni mana shunday yopib, qayerdan zarba kelayotganini ko'rsatmayapti. Sochingni yig'ishtir, o'gin desa bu meni stilim deydi. Ana stili bo'lsa yaxshigina tayoq deb yutqazdi, ana stili foyda berdi. Bobur Abdulazizovni jangi ham zo'r bo'ldi. Qiziq jang bo'ldi. Haqiqatan ham Bobur dadil ekan. Bobur Qurbonov bilan Humoyinga keladigan bo'lsak, ular ham yaxshi urishdi. To'g'risi, ularning jangi menga unchalik qiziq emas-u. Yutgani bilan tabriklayman. Abu bilan Bobur Abdulazizovni jangi men uchun cho'tka jang bo'ldi. Ham jang, ham shou bo'ldi. Ham sirk desa ham bo'ladi-da. Malades, shularga respekt. Kimda kim kechagi jangni ko'rgan bo'lsa, videoga like, podpiska bosib qo'yinglar. Bu kecha ham Octagon Ligada cho'tka jang bo'ladi. Jangni kutayotgan insonlar bo'lsa, Octagon Ligani kommentariyada bir yozib qo'yinglar. Like bosish esdan chiqmasin. Repostchani ham bosib qo'yinglar. Jonlaring sog' bo'lsin, addish hurmatdasizlar.